har bitta qo'ygan videoyingda faqat bizlar yangilik qilamiz. Xuddi shunday. Favtor hech nimani qilmaymiz, birovga negativ chiqmaymiz, bilasizlar. Xuddi shunday. Shu xarakterimiz o'zimizga ham yoqadi, boshqalarga ham yoqadi. Xuddi shunday. Lekin mana bizlarga negativ chiqayotganlar bor-ku, bular hali ancha orqada. Sen bilan biz xalqni mushkulini oson qilishga harakat qilamiz. Doimo. Mana Elon Musk nima uchun yutib ketdi, bilasanmi? Hop. Nima uchun milliarder bo'lib ketdi? Bilasanmi? Bilmaysan. Elon Musk aytgan ekanki, insonlarni mushkulini oson qilaman degan ekan. Xuddi shunday. O'sha eng qiyin vaziyat, masalan, mana mashinada benzindan, gazdan qiynalamidi, elektrni yaratdimi, mashinalarda qancha narsalar ixtiro qilyapti. Shuning uchun ham milliardermi? Shu uchun Xudo beryapti. Allohning ne'matlari son sanoqsiz. Endi o'zbek ayollarini, onajonlarimizni, singiljonlarimizga hech qachon ko'z yoshlarini to'ktirmaymiz. Mana shu Albatta. choyimiz alkogolizmga, spirtnoyga mukkasidan ketganlar uchun insof sari yo'l. Xudo xolasa kelasiz. Mana shunaqa holatda solib qo'ygan bo'lamiz. Bir kurs olasiz, damlab berasiz, qonni zo'r tozalab beradi. Bir kun ichilgan aroqni barakasi 40 kun xonadondan qochirilar ekanda. 40 kun duosi ijobat bo'lmaydi deydi. Bularni olib bor ichgandan keyin o'sha ichib yurgan odam ham qiynalganda o'zi qanday tashlashni bilmaydi. Mana shularni olib borsa inshaalloh sen bilan biz sabab Xuddi shular shunday. tashlab yuborsa, bularni bizlarni haqqimizga duo qiladi. Xitoyni eng uzoq o'lkalarida bo'lar ekan, juda kuchli narkoga o'rganganlarga, spirtnoyga, kashandalikka mukkasidan ketganlarga mana shu o'zini yordamini berar ekan, Xudo xolasa. Zo'r choylarni olib kelganmiz. Bularni tomosha qilib, damlab ichganda odam maza qiladi. Mana achchiq qovunni o'sha sahrni diabetga deb rosa gapirdi. Buni mashina misol uchun mana bunda bir 15 gram chiqadi yonini. Hop. 6 ta shishada 1 million 300 mingdan sotishyapti. Voy. Nimaligini aytmaymiz. Masalan, shuning uchun bizlar original haqiqiysini olib kelamiz. Shu odamlar olib ichib shu kasallikdan qutulsin deb. Choyning originali mana shu bo'ladi. Bu choylardachi voy, mana buni qara. Bitta so'ganda odam maza qiladi. Miyalaringizga dam beradigan, joningizni kirgizadigan, siz bilan bizlarni sog'lom qiladigan eng zo'r choylar va giyohlar bu faqat Qatortol optik bozorda Master Sug'urta magazinidan. Qon tomirlarini ochadi, qon aylanishini yaxshilaydi, yurak ritmini tiklaydi, tromblarni bo'lishini oldini oladi insonda. O'tgan safar sotganingda qancha odamga yetkazib olmadinglar, qancha odam qidirib keldi. Xuddi shunday. Yana bitta yaxshi tomoni, Umidjon, endi mana bu ko'rginki, doktorlarimiz bemorlarni jo'natyapti. Men shu tomonidan xursandman. Albatta. Mana doktorlar ham kelyapti oldinga, masol. Xuddi shunday. Tabiblarimiz ham kelyapti oldinga. Bu nima degani? Odamlar tabiiylikka qaytdi degani. Xuddi shunday. Tabiiylik barchaga yoqadi. Tabiiylik mahsulotlari bilan masalan kasalliging sekin tuzaladi, lekin davomiy bo'ladi. Xuddi shunday. Bezarar. Bezarar. Xudo xohlasa. Bizlar faqat sizlarni tabiiylikka chaqiramiz. Keling, adashmay Umidjonni toping. Sizga to'g'ri maslahatlari bilan eng yaxshi giyohlarni beradi.